Hammasi Karis qaynukam armiyadan 3 kunga dam olishga kelganidan boshlandi. Qaynukam kelishigayoq qaynonamning opasi mehmon bo'lib chiqib, qaynukamni kutib oldi. Kechga erim keladi, bizni uyga ham chiqib, erimga bir og'iz keldim deb aytib qo'y, bo'lmasam xafa bo'ladi deb aytib chiqib ketdilar. Lekin qaynukam anchadan beri endi kelganligi uchun ko'p oshnalari uchrashuvga taklif qildi. Shuning uchun qaynonamning opasining uyiga chiqishi esidan chiqarib, uchrashuvga o'rtoqlar bilan uchrashgani ketib boribdi. Kecha soat 9larda qaynonamning opasi jahli chiqib, so'kib telefon qildilar. Nimaga o'g'ling chiqmayapti? Meni erim o'sha keldi, kutib o'tiribmiz. Bir og'iz chiqib, keldim deb aytib qo'ysin deb rosa so'kdilar qaynonamni. Nahotki keldim deb aytib qo'yish shunchalik qiyin bo'lsa, biz shunchalik yordam beramiz o'g'lingga, nimaga bizni mensimaydi deb rosa so'kdilar. Shu gaplarni qaynonam menga aytib rosa yig'ladilar. Nimaga meni opam hamma narsani yomon tarafini o'ylarkan deb rosa yig'ladilar. Qaynonam qaynukamga telefon qilib, "Xolangga bir og'iz telefon qilib qo'y, agar uyiga bora olmasang, rosa ham jahli chiqqan. Shunga yaxshilab tushuntirib, o'rtog'im bilan, oshnalarim bilan uchrashuvga ketib qoldim. Esimdan chiqib qolibdi. Ertaga обязательно uylarga o'taman deb bir og'iz aytib qo'ygan" dedilar. Qaynukam ham shunaqa o'rgatganda, aytganda qiladigan inson, atak o'zini miyasi ishlab, kallasi ishlab qiladigan inson emas. Shuning uchun qaynukam orqasidan qaynonam har safar opalaridan so'kishishadi. Yetmagandek qaynukamni qatoriga men ham qo'shilganman. Har safar qaynonamning opasiga bizni nimadirimiz yoqmaydi-da, qaynonam bilan urushishga harakat qiladi. Shuning uchun qaynonam sal uzoqroq yuraylik, bordi-keldini kamaytiraylik deb rosa bizga aytishgan. Chunki qaynonamning opalari har bitta narsani faqat minus tomonini, faqat yomon tomonini o'ylaydigan inson. Qaynukam armiyaga ketgandan keyin ancha uyimiz tinchib qoldi, chunki qaynonamning opasi kamroq chiqadigan bo'ldi. Chunki meni ko'rish xohlamaydilar shuning uchun. Qaynukam bilan yashagan paytimiz esa qaynonamning opasi qaynukamni tez-tez chaqirib ko'chaga aylantirgani, ovqatlangani olib borar edi. Men esa uyda shumshayib o'tirardim. Erim bilan shu haqida gaplashganimda aytganki, men ham rosa ajratardi, faqat meni ukamni yaxshi ko'rishadi ular. Shuning uchun e'tibor berman, bu oddiy holat. Ukamni o'zlarini o'g'lidek ko'rishadi. Shuning uchun har safar ovqatlangani, aylangani birga borishni xohlashadi deb menga tushuntirdi. O'zim hali armiyadan qaytgandan keyin hamma joyga birga borib aylanamiz deb ovuntirdi.